Kasbimda uncha-munchaga charchamayman-da, nimaga? Chunki haqiqatda dildan sevaman. Misol uchun ko'p do'stlar orttirganimdan bittasi mana shu yigit, qori yigit Ramazonda tarovih namozlarida Qur'on xatm qiladigan qori shogirdim. Mana otamning haqqiga Qur'on xatm qilgan ekan, mana bugun boshlariga kelib, baribir ahli ilmni o'zi duo qilgani yaxshi-da. Biz bilmaydigan jihatlarda ular ko'p joyini biladi. Shu joyda xotirjam bularni eshitamiz. Kasbimda nima aloqasi bor desanglar, mana har xil kasbdagi insonlarni birlashtirib turadigan narsa sportda. Mana shunaqa qilib turib, birga bo'lib do'st orttirishimizga ham sabab bo'ladi. O'shaning uchun har doim harakatda bo'linglar. Bizga do'st bo'lib, bir-birimizni hurmat qilish yarashadi. Baxtli bo'linglar. O'tganlarda oxirati obod bo'lsin. Amin.